Bemorimiz Otaboyeva Qurbonay, Tojikiston fuqarolari, Tojikistonning Isfara shahridan murojaat qilib keldilar. 10 quymuch bo'g'imlarni degi og'riqqa bemorimizni tekshiruv jarayonida aniq bo'ldi. 10 quymuch bo'g'imni yemirilishi, ya'ni idiopatik oksartroz tashxisi bilan yotqizildi. Bemorga operatsiya taklif qilindi. Bemor operatsiyaga rozi bo'lgandan keyin mana bugun 10 quymuch bo'g'imlarni total endar protezlash operatsiyasi qilindi. Bugun 2-sutka holanda mana bugun o'tirg'izdirdik, turg'izib yurg'izildi. Ham yurtlar, ham qishloqlar. Men Otaboyeva Qurbonay, Isfara shahar, Lahkon qishlog'ida yashayman. 59-yilman. Bu yil aprel oyidan beri shu Aslonbekov Salohiddin klinikasida davolanib keldim. Kasalligimni o'tkazib qo'yganligim sababli operatsiyaga rozi bo'lib, mana shanba kuni operatsiyadan chiqib 2 sutka bo'ldi. Xudoga shukr, hassa bilan bo'lsa ham yo'l yurishga erishdim. Hammalaringda mendaqa kasalliklaring bo'lsa qo'rqmay shu shifoxonaga kelib dam olishlaringni iltimos qilaman. Bittag'i shifokorlarning nihoyatda qo'llari yengil, nihoyatda mehmondo'st doktorlar bor ekan. Bularni tug'ib katta qilgan ota-onalariga mingdan bir rahmatlar aytaman. Hammalaringni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammani dardiga Allohim shifo bersin iloyim.